Mening hikoyam oddiygina bir orzu bilan boshlandi. Angliyaga borish. Mening ismim Sevara. 24 yoshdaman. Yoshligimda ingliz tilini o'rganishim qiyin bo'lgan. So'ngra o'zimga dedim, men buni albatta eplayman. Shu paytda dadamning menga olib kelgan Harry Potter disklaridan boshlangan hikoya menga yangi dunyolarni ochib berdi. Sehrli voqealar, eski Londondagi ko'priklar, qadimiy maktablar va boshqa. O'sha dunyo meni Angliyaga yetaklashni boshladi. Bugun orzularimga bir qadam yaqinman. Men yaqinda Northumbria universitetining marketing yo'nalishiga magistratura bosqichiga qabul qilindim. Web dasturlash bo'yicha ko'plab loyihalarni ishlashim va ingliz tilini mukammal o'rganishim menga bu imkoniyatni berdi deb o'ylayman. Ammo barcha bu mehnat aslida bir katta maqsadga qaratilgan edi. Angliya. Bu men uchun shunchaki bir joy emas. U mening qat'iyatim, kuchim va orzularimning timsoli. Hayotdagi har bir qiyinchilik orzularingiz sari yo'l ochadi. O'zingizga ishonib, har bir qadamni dadil tashlang, chunki orzular yerdan uzoq emas.